Toshkentning eng gavjum hududlaridan biri Yunusobod. Aynan mana shu tumanda so'nggi yillarda o'z xizmat sifati bilan aholi e'tiborini tortayotgan tibbiyot maskani bor. Bu Anfa klinik. Anfa klinik ikkinchi mavzening markazida joylashgan bo'lib, aholiga kundalik va maxsus tibbiy xizmatlarni taqdim etadi. Klinika har kuni ertalab soat 8:00 dan kechki soat 22:00 gacha ishlaydi va bu esa bemorlar oqimiga qulaylik yaratadi. Bu yerda turli yo'nalishlar bo'yicha malakali shifokorlar faoliyat yuritadi. Kardiolog, urolog-androlog, ginekolog, lor, travmatolog, nevropatolog va pediatrlar. Shuningdek, yuqori tajribaga ega o'zi mutaxassislari ham bor. Klinikaning asosiy maqsadi aniq tashxis, individual yondashuv va zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda sifatli tibbiy yordam ko'rsatish. Klinika xizmatlari orasida statsionar davolash, fizioterapiya, massaj, hijoma kabi qo'shimcha sog'lomlashtirish yo'nalishlari ham mavjud. Bu esa bemorlarga bir joyning o'zida to'liq tibbiy xizmat olish imkoniyatini beradi. Klinikadagi tibbiy uskunalar xorijiy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy apparatlari bo'lib, UZI, Doppler, EKG, EEG, laboratoriya analizlari barchasi yuqori aniqlikda amalga oshiriladi. Bugun Anfa klinik Yunusobod aholisi uchun nafaqat tibbiy markaz, balki sog'lom hayotga qaytish manziliga aylandi. Zamonaviy tibbiyotga tayangan bemor manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan klinika aynan mana shu yerda. Anfa klinik, sizning sog'lig'ingiz ishonchli qo'llarda.